Hurmatli yurtdoshlar, soxta qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling. So'nggi paytlarda firibgarlar turli bahonalar bilan fuqarolarga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, o'zlarini bank xodimi, huquqni muhofaza qilish organi xodimi yoki turli xizmat ko'rsatuvchi tashkilot vakili sifatida tanishtirish holatlari ko'paymoqda. Bunday firibgarlik usuli SIP telefoniya deb ataladi. Ya'ni firibgarlar internet tarmog'idagi serverlar yordamida soxta nomerlar yasashadi va sizga internet tarmog'i orqali qo'ng'iroq qilishadi. Ular suhbat jarayonida sizni ishontirishga harakat qilib, bank kartangiz ma'lumotlari, SMS orqali kelgan kod yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashadi. Eng muhimi shundaki, siz bilan rus tilida suhbat olib borishadi. Biling, haqiqiy bank xodimi hech qachon karta raqam, PIN kod yoki SMS orqali kelgan kodni so'ramaydi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimi telefon orqali pul yoki ma'lumot talab qilmaydi. Agar sizning bank karta yoki hisobingiz bilan muammo bo'lsa, bankning rasmiy raqami bilan bog'laning. Agarda shunday notanish raqamdan qo'ng'iroq kelsa, hech qanday ma'lumot bermang. Qo'ng'iroqni darhol yoping. Firibgarlik holati haqida tegishli idoralarga yoki ishonch raqamiga darhol xabar bering. Shubhali qo'ng'iroq kelsa, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Yodda tuting, sizning xavfsizligingiz o'z qo'lingizda.